Mana endi spitsamizni tortamiz. Bunda faqat o'ng to'qiymiz. 3 ta o'ng. Mana bu asosiy petlamiz. O'rtadagi endi shu o'rtadagi petlamizni yana ikkala yondan petla ilamiz. Ya'ni mana nakit ildim. Endi yana 3 ta o'ng to'qiymiz. Mana o'rtada asosiy petlamiz. Ikkala yonda nakit olamiz. Mana endi bunisida ham xuddi shunaqa. 7 ta petlamiz 9 taga aylandi. Mana 3 ta o'ng to'qiymiz. Mana o'rta уже ajralib qoladi. Mana nakit ilamiz, o'ng to'qiymiz, yana nakit ilib, o'ng to'qiymiz. Mana. Petlalarimiz soni ikkala spitsamizda 9 ta bo'ldi. Endi mana hammasini o'ng to'qib chiqamiz. Endi ko'paytirmaymiz. Faqat o'ng to'qib chiqamiz. Mana faqat o'ng to'qib chiqdim. Endi bu tomonida ham xuddi shunaqa qilamiz. Faqat o'ng to'qib chiqamiz. Mana o'ng to'qidik. Bunisida ham o'ng to'qiymiz. Nakit ilganimizni hammasini o'ng to'qib chiqdik. Mana ikkala spitsamizda 9 tadan petlamiz hosil bo'ldi. Va mana quyonchamizni quloqchalari ham paypoqchamizni quloqchalari ham tayyor bo'lyapti. Mana sizlarga ko'rsataman. Mana bu oldingi to'qiganim. Mana biz mana shu joydamiz, ya'ni ko'paytiryapmiz. Bitta bu tomonida 5 ta, bu tomonida 5 ta petla bo'lguncha ko'paytirishimiz kerak. Beshta, bitta. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Mana. 4 ta petlamiz bo'ldi. Endi mana yana nakit ilamiz. Mana o'ng to'qiymiz. Yana nakit ilamiz. Havoyi. Ana o'ng to'qiymiz. Mana. Endi bu tomonida ham xuddi shunaqa qilamiz. O'ng to'qiymiz. 3 ta, 4 ta o'ng. Mana endi nakit ilamiz. Bitta to'qiymiz, yana nakit ilib, qolgan 4 ta petlamizni ham to'qiymiz. Mana endi bu tomonida to'qigan nakitlarimizni o'ng qilib to'qib chiqamiz. Ya'ni ikkala spitsamizda ham o'ng qilib to'qib chiqamiz. Ko'paytirganimizni boshida tushuntirdim-ku. Birinchi ikkala tomonda ham ko'paytiramiz, keyin ikkala tomonda ham o'sha ko'paytirganlarimizni to'qib olamiz deb. Mana. Endi mana 5 ta petlamiz bo'ldi. 5 ta, 6-si bu. Mana bu tomonda ham 5 ta. Biz ko'paytirib bo'ldik. Endi mana hammasini o'ng to'qiymiz. Bizda jami 11 ta petla hosil bo'ldi.
Endi mana bu tomondayam yana hammasini o'ng to'qib chiqamiz. 3, 4, 5, mana 5 ta, 6 ta, mana yana o'ng to'qib chiqyapmiz hammasini. Yaxshilab e'tibor berib qarab turinglar. Biz bir marta ko'paytirganimizda o'shani to'qib bo'ldik. Endi yana bir marta o'ng to'qib chiqyapmiz mana. Yana bir marta o'ng to'qib chiqaman. Ikkala spitsadayam mana ikkalasini yana bir xilda o'ng to'qib oldim. Yaxshilab e'tibor berib qarab turinglar. Sizlarga umuman o'tkazmasdan olyapman videoda. Umuman hech qayerda o'tkazish yo'q. Tushunmagan joylaringni bemalol so'rab yozishinglar mumkin. Mana endi qisqartirishni boshlaymiz. Mana to'qib bo'ldik. Bu tomonimizda 5 ta, bu tomonimizda 5 ta, o'rtada bitta petlamiz, ya'ni 11 ta petla ikkala spitsamizda. Endi mana qisqartirishni boshlaymiz. 2 ta, 3 ta, 3 ta to'qidim. Endi mana bu ikkita petlarni oldi tarafga o'girib olamiz. Mana spitsamizni xuddi shunaqa qilib olsak, mana oldi tomondan yotadi, chiroyli chiqadi qisqartirganimiz. Ikkitani bitta qilib qisqartiramiz. O'rtadagi petlamizni to'qiymiz. Endi mana bu tomondagi petlamizni ham ikkitani bitta qilib qisqartiramiz. Mana petlalarimiz endi qisqarishni boshladi. Endi mana 3 tani to'qiymiz. Mana bu tomonimizda yana 9 ta petla hosil bo'ldi. 11 ta edi, 9 ta petla bo'ldi. Endi mana bu tomonimizda ham xuddi shunaqa qilib qisqartiramiz. 3 ta petlani to'qiymiz. Endi mana ikkitani bitta qilib mana petlamizni o'zimizga qaratib oldik. Ikkitani bitta qilib qisqartiramiz. Qisqartirdik. O'rtadagi bitta petlamizni to'qiymiz va yana ikkita petlarni bitta qilib qisqartiramiz. Xuddi shu joydan ko'paytirgandek, xuddi shu joydan qisqartiramiz. Endi mana yana 3 ta petlamizni to'qiymiz. Mana qaranglar, ikkala tomonda ham 9 tadan petlamiz hosil bo'ldi. Endi yana bir qator qisqartirmasdan aylantirib to'qib chiqamiz. Ya'ni shunday hech qanaqa qisqartirish yo'q. Shunday ikkala petlarni bir xilda qilib to'qib chiqamiz. Mana bunisini ham to'qib oldim. Bittasini to'qib oldim. Endi keyingi qatorda ham xuddi shunaqa qilib qisqartirmasdan to'qiymiz. Mana xuddi shunaqa qilib bu tomonda ham qisqartirmasdan to'qib chiqamiz. Mana endi mana xuddi shu joydan qisqaryapti yana. Qaytadan ko'paytirgan bo'lsak, xuddi o'sha joydan qisqartiryapmiz. Endi mana keyingi qatorida ikkita petla to'qiymiz, bitta qisqartiramiz. Mana o'zimizga qaratib oldik petlamizni. Qisqartiramiz. Ikkitani bitta qilib, o'rtadagi asosiy petlamizni to'qiymiz va yana ikkitani bitta qilib qisqartiramiz. Mana endi yana ikkita petlamiz qoldi. Shuni to'qiymiz o'ng qilib. Mana. Endi petlamiz 7 taga tushdi. Endi mana bu tomonida ham xuddi shunaqa qilib qisqartiramiz. Ikkita petlarni to'qiymiz, ikkitani qisqartiramiz, ikkitani bitta qilib, bitta o'rtadagi petlarni to'qiymiz va ikkitani bitta qilib to'qiymiz. Mana. Va yana ikkita petlarni to'qiymiz. Endi mana qisqartirib bo'ldik ikkala spitsada ham. Endi yana bir qator to'g'ri aylantirib to'qib chiqamiz. Qisqartirishlarsiz to'g'ri to'qib chiqamiz. Mana to'g'ri to'qib chiqdik. Mana xuddi shunaqa qilib bu tomonni ham oddiy to'qib olamiz. Mana. Mana quloqchamiz ham tayyor bo'lib qolay dedi. Ozgina qoldi.
o'ng to'qiymiz bitta, ikkitani bitta qilamiz. Mana o'rtadagi petlamizni to'qiymiz va yana ikkitani bitta qilamiz. Endi mana chekada bittadan petlamiz qoldi mana. Bitta petlani to'qiymiz. Mana petlamiz 5 ta qoldi. Birinchi boshda boshlaganimizdaqa 5 ta qoldi. Mana bitta petlani to'qiymiz, ikkitani bitta qilib qisqartiramiz. Endi o'rtadagi petlamizni to'qiymiz va yana ikkitani bitta qilib qisqartiramiz va bittani to'qiymiz. Endi mana 5 ta qisqartirib oldik. Endi 5 ta petlamizni o'zini to'qib chiqamiz. Qisqartirmasdan, eshitma qilmasdan shunday o'zini to'qiymiz. Mana o'zini yana to'qib chiqamiz. Endi mana bizda 5 ta petla qoldi. Endi chekkadan mana ikkitani ikkitani bitta qilib qisqartiramiz. O'rtadagi bitta petlamizni to'qiymiz va oxirgi ikkita petlamizni ham qisqartirib olamiz. Shunda bizda 3 ta petla qoladi. Mana bu tomonda ham xuddi shunaqa qilamiz. Boshidagi ikkita petlamizni qisqartiramiz. O'rtadagi petlamizni to'qiymiz va chekkadagi ikkita petlamizni ham to'qib olamiz. Qisqartiramiz. Mana endi bizda 3 tadan petlalarimiz qoldi. Endi 3 ta petlamizni o'zini to'qib chiqamiz. Bu tomonda ham 3 tani to'qiymiz. Mana shunda quloqchamizni uchi yana ham chiroyli bo'lib chiqadi. Endi bu tomonda ham 3 tani to'qiymiz. Mana endi 3 tani bitta qilib to'qiymiz. 3 ta petlani birinchi petlamizni o'zimizga qaratib olamiz va 3 tani bitta qilib to'qiymiz. Mana endi ikkinchi qatorda ham 3 tani bitta qilib to'qiymiz. Birinchi petlani o'zimizga qaratib, o'zlaringga qaratib olsanglar, petlalaring chiroyli bo'lib tugatiladi. Mana yonini, chekkasini ko'ryapsizlarmi? Bir xilda chiroyli bo'lib tugatiladi. Shuning uchun petlani qisqartirayotganda o'zimizga qaratib olishimiz kerak. Endi mana ipimizni uzib, iynamizni kirgizib oldik. Spitsamizni chiqarib tashlaymiz va mana ikkita petlamizni o'rtasidan o'tkazib, orasidan mana ikkita petlamizni orasidan o'tkazib turib, tikib qo'yamiz. Mana o'rtasidan o'tkazdim ikkala petlani. Mana quloqchamiz tayyor. Endi mana ipini orasiga kirgizib yuboramiz. Xuddi shunaqa qilib orasiga kirgizib yuborsanglar, so'kilib ketmaydi. Ipni doim orasiga kirgizib yuborish kerak to'qiganda. Mana shunaqa qilib kurchokda yoki iynada orasiga kirgizib yuboraman. So'kmoqchi bo'lsalaring ham o'zlaring ham topolmaysizlar keyin. Mana o'rtasiga kirgizib yubordim. Endi mana bunday qilib juplashtirib tikib qo'yamiz. Ya'ni shunda quloqchamiz to'liq tayyor bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib tikib qo'yamiz. Mana bitta quloqchamiz tayyor. Ikkinchi quloqchamizni ham xuddi shunaqa qilib to'qib olamiz. Mana ikkala quloqchamiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni paypoqchamizga tikib olishimiz kerak. Mana bittasiga iynada o'tkazdim ipiga. Endi xuddi shu joyiga mana uchiga tugashiga tikib chiqamiz. Ya'ni birinchi quloqchamizdan o'tkazamiz.
va xuddi shunaqa qilib ushlab turib, mana shu tugash joyiga tikamiz. Xuddi shunaqa qilib quloqchadan o'tkazamiz, paypoqdan o'tkazamiz. Shunaqa qilib qattiq qilib tikamiz. Iynamizni o'tkazdik. Tikib olamiz. Mana tikib oldik. Endi ipini orasidan kirgizib, mana qattiq tikib oldik. Endi mana ipini orasidan o'tkazamizda uzamiz. Mana orqasidan mana o'tkazdim. Endi mana shu joydan kesamiz. Mana bitta quloqchamiz qatidi уже. Endi ikkinchisini qotiramiz. Mana endi ikkinchisiga iynani o'tkazib oldim. Mana ipidan ozgina qoldirgandik. Endi buni xuddi shuni yoniga tikamiz mana. Xuddi shunaqa qilib iynani o'tkazamiz. Va mana shu joydan o'tkazib, qattiq qilib tikamiz. Mana ikkalasini birlashtirib ham tikamiz mana. O'rtasidan o'tkazdim. Mana birlashtirib tikdik. Mana pinyetkachamiz deyarli tayyor bo'ldi. Mana ko'rdilaringmi, tikkanimni izi bilinmadi ham. Endi mana orqasidan o'tkazib turib, mana shu joydan uzamiz. Shunda ipimiz chiqib ketmaydi. Har doim to'qib bo'lganlaridan keyin ipini ko'rinmaydigan joydan uzinglar. Mana pinyetkachamiz tayyor. Quloqchalarni tikib oldik. Tikkan joyimiz umuman bilinmadi. Mana o'rtasini ko'rishinglar mumkin. Mana xuddi rasmdagidaqa bo'lib, mana bu rezinka qismi ham xuddi rasmdagidaqa bo'lib chiqdi. Tikkan joyimiz esa umuman bilinmadi. Pinyetkachamiz tayyor. Endi ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib to'qib olamiz. Mana quyonchali paypoqchamiz tayyor. Baho beringizlardan.